Shu gilamim bor yo'q 99 mingga xarid qildim desam ishonasizlarmi? Agar qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanaqa 99 mingga xarid qilganimni aytib beraman. Hamma qatori bizani ham uyimizda, bizani ham kuxnyamizda juda ham yog' bo'ladigan gilamimiz bor. Gilamim juda ham yog' bo'lib ketganini musor turadigan cheligimizdan bilib qoldim. Kuxnyamizda aynan shu burchagida musor turadigan cheligimiz bor. Musor turadigan cheligimizni tegi top-toza-yu, lekin bu yerdagi gilamlarni o'zi kir, yog' bo'lib ketganini ko'rib, ko'zlarim chiqib ketdi. Bu yog' gilamni to'shna men yuvib ketkazolmayman. Unga qo'shib uydagi hamma gilamlarimizni yuvishga berib yubordim. Yuvilib kelgan gilamlar ovqat qovurilganda yana yog' bo'ladi deb zudlik bilan buni chorasini qidirishga Instagramni titkilab o'tirsam, mana shunaqa gilamlar uchun chexol bor ekan. Rostdan ishonchliimikin, rostdan yaxshimikin, rostdan zo'r turarmikin, rostdan hech narsa qilmasmikin deb hamma odzivlarni ko'rib chiqdim. Bu gilamga chexolni faqat yaxshi odzivlarni o'qiganimdan keyin xo'jayinga naqd 2 kecha 2 kunduz yalindim. Olib bera qoling. Oxiri xo'jayin rozi qilib zakaz qo'ydim. Zakazim naqd 3 kunda tayyor bo'lib, eshigimni tagiga chopib berishdi. Ham o'zbekchiligimga tortaman deb aldashmadimmi deb birato'la kir mashinaga tiqib yuvib ko'rdim. Ko'rib turganingizdek hech qanaqa cho'zilib ham ketmadi. Rangi ham o'chib ketmadi. Materialni esa gapirmasam ham bo'ladi. Mashinani ko'rib chiqqan bu shalpayib qolgan material gilamdek chiroyli bo'lib turdi. Siz qilganimda ham tortilib, cho'zilib ketmadi. Gilam yuvib charchagan bo'lsanglar, xuddi shu gilam chexoldan zakaz qiling. Qanaqa 99 mingga olganim esa kommentariyada yozib ketdim.